Assalomu alaykum aka kaptash qo'llari, xonadonlar, uylar, balla hamma yaxshimi? Allohimga hamd sanolar, shukr olsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud salomlar olsin. Toshkentlik hoji akamlar, Qo'qonlik hoji akamlarga, butun meni ko'rib turgan aka birodar azizlarimni, kaptarvozlar hammasiga salom. Uni qatorda chetda yurganlarning hammasiga salom. Mana inshaalloh chorshanba kuni domlamiz aytishdi. Hayit namozi ekan, kelib turgan hayit namozlari qulluq bo'lsin, hayitlar qulluq bo'lsin. Nima niyat qilganmisizlar, Alloh taolo niyatlaringizni yetsin. Avaz aka, mana kaptallar oldim, bitta tashlab beraman. Mana. Avaz aka ko'rib turing. Bir. Hammasi bexijolat zilonkalar tekizib ko'rilgan kaptallar. Xijolat qolmayman. Bir aka. 2. Hammasini tekshirib olasiz. Keyin hammasini bordiki olyapman kaptallar siz, avval bemalol olaverasiz mana. 3. Hammasini bitta tekshirib oling. Yo'q, qanot bitibdi qismi super. Oo, qizil aka qon bo'lib ketibdi. 4. Ay, beo, mana uni qon qoribdi вообще. Mana aka yechib turib shoshilmay haydaverasiz. Qon tiyibdan uni oyoq qona ketib qopti-da. 5. Uni oyoq qona ketibdi. Qo'ymay turavermayman. Kiyroq qo'yamiz. 6. Ashiko aka jup ikkovi mana ajrab yo'q bo'lib yuradi aka ana shular. 6, 7, 8. Qon qoribdi-da, oyoq chataqibdi-da. 9. 10. 11. Hozir buni bitta modasi qolib ketibdi. Bir minut buni olib qo'yaylik, bosh qon bo'lib ketdi oyoqlari, qon qo'yibdi. Olib turib kaptallar pastda. Hozir modasi qolib ketibdi. Mana 12-si hozir aka, mana ko'rib oling aka. Hamma kaptallar bexijolat ko'rib oling, mana turibdi. Tarafkaga solib beraman xudo xolasa. Endi oq qo'shtiqlar ko'rsatdim. Oq qo'shtiqlarga ham Dangarada turibdi, mana Rossiyada, Farg'onada turibman, abududis. Mana oq qo'shtiqlar ko'cham, mana modasi, mana nari mana. Mana. Buning ko'rinishi mana. Ana. Endi Habibjon ukam ko'rib turgan bo'lsangiz, mana teddiymi, kamagarmi, ramborilardi mana. Ko'cha agar 1-2 kunda kelmaydigan bo'lsangiz, tuqman qo'yib qo'yibdi shikili menimcha. Mana. Bular ham jup. Agar Habibjon olmaydigan bo'lsangiz, ularni ballar so'rayapti, berganim yo'q. Oq qo'shtiqlar jup. Endi hop, mana oq to'liqda o'zimizni Namanganlikka ham aka raketa manga berasiz deyishdi. Hop bo'lar aka gaplashamiz dedim. Jumonachalar donga tushish bilan chiqarishga harakat qilaman. O'tkazsa baram berdim, yana olaman deyishdi, hop bo'ladi. Mana 5 ta. Keyin mana jumonachalarda so'rashyapti, tibbiy ballarini. Ko'hon qarang, agar yo'q desiz, ularni ham tibbiy ballarni ham berib yuboraman. Agar tibbiy ballar yo'q aka, chiqavering menga desiz, chiqaveraman. Bo'lmasam, ularni ham sotib yuboraman debdi. Nimaki, men ko'plar olib kelib berishyapti, ko'pchilik olib sotib aka foydalanish shundan deyishyapti. Hop bo'ladi deyapti. Mana rahmat, shunchalik hurmat qilib berishyapti. Mana bular ham ketdi, xudo xolasa. Endi mana agar hozirga xudo xolasa bular yetib borsa, Rustamxon bordi kaptallar desiz, hola birovga bering, hola akangizga bering, hola qo'shningizga bering, uyalib qolmayman xudo. Dunyoda kaptaroz aka-ukalarni hammalariga salom, qatorda shopillarga ham rahmat. Shunchalik qakka bo'lsa olib Alloh rozi bo'lsin bulardan. Akalar, chorshanba kuni hayit ekan, inshaalloh hayitlaring muborak bo'lsa, kelib turgan hayitlar. Butun chetda turganlarga hammasiga ham salom. Ovoz aka, mana kaptallar chiqib oryapman, xudo xolasa inshaalloh qo'limdan kelgancha Asqar akamga berib yuboryapman, narmoda qilib
Hammasini bittama-bitta tekshirib olasiz aka mana. Yana Avaz aka Toshkentlik hoji aka o'sha Avaz akam yetib ketyapti. Kapitallar hammasini bitta-bitta tekshirib olasiz. Endi buni pastellarni bitta ko'rsataverasiz aka. Buni Teddilarda Habibullo akamizga oq qo'shiqlar Farg'onadan kelib olib ketaman deyishdi. Ha mana oq to'liqni No'mong'oli ukamiz olib ketaman deyishdi. Xo'p bo'ladi deb qo'ydi. Mana aka olib ketishyapti. Saponlar beqatar bo'lsa, yaxshi e'tibor qilsin. Allohu akbar.